O'sha yillarda Qizil armiyaga qarshi jihad qilgan mashhur mujohid qo'mondonlardan ba'zilari Usmoniylar qo'mondoni Usmon podsho, Farg'ona vodiysidan Muhammad Aminbek, u eng yirik va tashkilotchi qo'mondonlardan hisoblanardi. Buxoro, Tojikiston hududlaridan Ibrohimbek Laqay, Qizil armiyaga eng qattiq qarshilik ko'rsatgan qo'mondonlardan. Xorazm va Xiva xonligidan esa Junaydxon. Sovetlar ularni qaroqchi, johil bosmachi deb tasvirlashdi. Aslida esa ular dinini saqlash, yurtini himoya qilish va kufr tuzumga bo'ysunmaslik uchun kurashgan haqiqiy qahramonlardir. Ya'ni Qizil armiyaga qarshi kurashgan bu mujohidlarni bosmachilar deb yomon nom bilan bizgacha yetkazishdi. Bu nom Qizil armiya tomonidan qasddan qo'yilgan siyosiy tamg'a edi. Ularning maqsadlari vatan va din himoyachilarini jinoyatchi qilib ko'rsatish, xalq xotirasidan o'chirib tashlash edi. Agar shariatimizda vatan himoyachilar kunini nishonlash joiz bo'lganida edi, aynan shu mujohidlarni eslab bayram qilish maqsadga muvofiq bo'lmasmidi? Chunki ular mansab yoki mukofot uchun emas, balki dini va sha'ni uchun jon bergan fidokor qahramonlar edi.